yarim kilolik doda kabob. Limon bilan boshqacha bo'lsa kerak. Limon temadami? Bismillah. Doda kabob o'rtoqlar, ichida 4 ta katta kotleta bo'ladi. O'zligini firmenniy salatligi, sirniy sous, free bo'ladi. Nonlari ham o'zgacha qasr qusur. Doda kabob bo'lsa yarim kilodan oshar ekan. Mazasiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Firmenniy salatlari o'zgacha ta'm berib turibdi. Afg'on qozonida pishirilgan o'rtoqlar tushonkali klab sendvich mazasiga baho beramiz. Afg'on qozonida pishirilgan tushonka borku, shunaqa mazza beryapti. Uni ustiga mana bu nonlari ham shunaqa yumshoq, yeysiz-u, og'izda shunaqa erib ketyapti. Mazasi super. O'rtoqlar, Doda Foodda nima olishinglardan qat'iy nazar, har bitta olingan narsaga, masalan, bittadan choy tekinga bepulga qo'shib berishadi. Alhamdulillah. Limon bilan baribir boshqacha-da.